Vizov bo'ladi, gonkami? Gonka qo'ramiz. Press qahramonni atmetga qilib. Bo'ldi. Gentrani olib kelgan. Obmenga qilmoqchi bo'lgan 210 ni doplatasi bilan. Bugun xudoga shukr buni ishi oqshavotdi. Bekzodjon, bir ikkita gap, na здоровье, для obunachilarimiz uchun bir ikkita gap Gentra bo'yicha, 210 bo'yicha qanaqa nima tushuntirib ber bizga. Avvalambor Dubai avtosalonidagilar rahmat kattakon. Что, mana keldim, Gentrani olib keldim, 11500 ga baraka qildik. Da, reklama qildi. Da, reklama qilib, doplata qilib, mana xudo xolisa takoy mosh mashinani, ana haqiqatdan takoy, ana motor ovozi eshitiladigan mashinani olib, mana Gentrachilar Vizov jami bo'lsa kelinglar mana 505 motori bilan. Mana bu misol uchun poddelkasi emas bu. Originali AMG 505 motori bilan. Kelinglar mana любой joyda surishib yuboramiz, farqi yo'q. Nima Vizov bo'ladi, gonkami? Gonka qo'ramiz. Press qahramonni atmetga qilib. Bo'ldi. Yo, Gentradan keyin qanaqa hozir ощущениyalar? Bu mana haqiqatdan mashina-da, mana Gentra, men Gentra haydab ko'rdim, mana 3 oy haydadim, u mashina emas ekan. Mana bu realni lekin mashina. Kommentga yozing. Mana kelinglar Dubai avtosaloniga olib ketinglar. Bekzod, xursandmisan? Rozimisan bizadan? Spasibo. Addush, Alloh xayrli qilsin. Zo'r mashina, zo'r pulga ovozsan, gap yo'q. Kelinglar, xudo xolasa sizlarga ham xalq qilib beramiz.